Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, Akmal Jumayev kanali obunachilari. Fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlarga ko'ra, bitta masalada mas'ul rahbarlardan, Toshkentdagi senator deputatlardan, ichki tashqi ishlar vazirligidan bitta narsani iltimos qilib qolgan bo'lardik. Mana shu qonunni ba'zi bir turlariga o'zgartirishlar kiritishlaringizni, fuqarolarga ancha qulaylik, yengillik bo'lishi uchun iltimosnoma tariqasida chiqarayotgan video murojaatlarimizda qonunan kengashga qo'yib, o'rganib chiqib, ma'qul bo'lsa qonunga o'zgartirishlar kiritasizlar degan umiddaman. Videomizda, murojaatimizda asl maqsadi mana shu birinchi navbatda pul bilan bog'liq bo'lgan ancha murojaatlar fuqarolar tomonidan jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Demakki, bir fuqaroni birov sudga beryapti, sud ijroga oshiryapti. 1 yil, 2 yillab Sirdaryo piyoz bozorga piyozini sotib beraman deb olib, turli xil yo'llar bilan tamagirlik qilib, o'z vaqtida olgan piyozlarini, pullarini to'lab bermasdan mana shunday bitta otaxon 3 nafar vasiylikka olgan nevaralarini shu qishloq sharoitda piyoz ekib, daromad qilib, shuni bilan parvarish qilib kelayotganligini, barcha bir masalan kambag'allik reyestrida turayotgan ishsiz fuqarolarni mana shunday video murojaatlariga ancha yengillik kiritib, mana shunday tamagirlik qilayotgan shaxslarni jinoyatga tortish yo'llarini, mana shu fuqarolik sudi ham arza berasiz, shu pul olgi bergi masalasida, masalan meros masalasida 3 oyga cho'ziladi. 3 oyga cho'ziladi, ko'rib chiqadi, boshqa qiladi. Aynan e'tibor beramiz, aynan pulini o'ndirish kerak bo'lgan fuqaro pulini o'ndira olmay, fuqarolik sudi qaror chiqarib beradi. Ijroga keladi, mol mulki yo'q, biz hech narsa qila olmaymiz, o'ndira olmaymiz. Shu mas'ul rahbarlardan bitta voqeaga jiddiy e'tibor qaratishlarini so'rab qolgan bo'lardik. U oldi. Masalan, hozir odamlar ham o'qimasa ham qonunni ancha tushunib qoldi. Mol mulki bor, xotinining nomida. Eri qarz qildi, bermay yuribdi. O'sha masalalar bo'yicha ham bir jiddiy qonunga o'zgartirish kiritib, juda jiddiy qonuniy chora ko'rasizlar degan umiddaman. Nimagaki endi u olgan fuqarodan qarzini to'lamaslik uchun qimmatbaho mashinalarni xotin nomiga o'tkazib qo'ysa-yu, kambag'aldan qilgan qarzini to'lamay ustidan kulib yursa. Bu mas'ul rahbarlardan iltimos qilardikki, fuqarolar o'rtasida jiddiy muhokamalarga sabab bo'layotganligi uchun menga iltimos qilishdi ba'zi bir fuqarolar. Men shu videoni chiqaryapman. Barcha Toshkentda o'tirgan amaldor mas'ul rahbarlardan mana shu birovdan qarz bo'ldimi, uni to'lash kerak. Hech qanday bo'yin tovlash, tamagirlik qilishga hojat qolmasligi kerak. Qonun ustuvorligi yaxshilanish kerak. Shunda davlatimizda ham rivojlanishi menimcha ancha yaxshi bo'lardi. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, obuna bo'lamiz, layklarni bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmatli fuqarolar, hurmatli obunachilar, layk bosish bepul, laykni bitta ayamay bosib qo'ysangiz, qandaydir bir savob bo'lishiga ham sababchi bo'lasiz degan umiddaman. Qiziqarli videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Akmal Jumayev kanallarini kuzatishda davom eting. Yana bir bor sog' bo'linglar. Rahmat.